Salom hurmatli kanalimiz obunachilar va qadrli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan hammamizni qiynayotgan, har oy budjetimizga sezilarli ta'sir qiladigan juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashmoqchiman. Gap shundaki, ko'pchiligimiz uchun gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlar jiddiy yuk hisoblanadi, ayniqsa hozirgi qaltis iqtisodiy sharoitda. Kishning izgirini kunlari ortda qolgan bo'lsa-da, bahorning o'ziga xos xarajatlari bor va kommunal to'lovlar baribir uy byudjetining katta qismini tashkil etadi. Ammo men sizga shunday imkoniyat haqida so'zlamoqchimanki, undan foydalangan holda siz aprel oyida gaz va elektr energiyasi uchun umuman pul to'lamasligingiz mumkin. To'g'ri eshitdingiz. Aprel oyida kommunal to'lovlaringizni to'lamaslikning qonuniy yo'li bor. Bu sizga qandaydir bir sehrli tarzda mo'jiza yuz berishi emas, balki davlat tomonidan ko'rsatilayotgan aniq ijtimoiy yordam dasturi natijasidir. Bu ma'lumot aynan kimlarga tegishli ekanligini, bu imkoniyatdan qanday foydalanish mumkinligini va umuman bu jarayon qanday amalga oshirilishini batafsil tushuntiraman. Shuning uchun bugungi videomiz oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki bu ma'lumot har biringiz uchun, ayniqsa hozirgi kunda moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotgan oilalar uchun juda muhim. Bu videoni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo ushbu masalaning tarixiga biroz nazar tashlaylik. Ilgari, ya'ni bir necha yillar oldin kommunal xizmatlar uchun to'lovlar deyarli barcha aholi uchun bir xil tartibda amalga oshirilardi. Albatta, ma'lum imtiyozli toifalar, masalan, Ikkinchi jahon urushi faksiriylari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlar yoki ba'zi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun aniq belgilangan imtiyozlar mavjud edi. Biroq bu imtiyozlar ko'pincha juda cheklangan doiradagi shaxslarga tegishli bo'lib, ular umumiy aholining kichik bir qismini tashkil etardi. Aholining katta qismi, shu jumladan o'rtahol va kam ta'minlangan oilalar, o'z budjetlaridan to'liq miqdorda kommunal to'lovlarni amalga oshirishga majbur edilar. Davlat tomonidan subsidiya va kompensatsiyalar odatda aniq bir maqsadga yo'naltirilmagan holda, ya'ni barcha uchun umumiy tariflarni pasaytirish orqali amalga oshirilar edi. Bu esa afsuski haqiqiy ehtiyojmand oilalarga yetarlicha yordam berilmasligiga olib kelardi. Chunki tariflarning pasayishi ko'p holatlarda boy va badavlat oilalarga ham, kam ta'minlangan oilalarga ham bir sil darajada ta'sir qilar edi. Natijada davlat resurslari har doim ham eng muhtojlarga emas, balki keng qamrovli tarzda taqsimlanardi. Hozirgi kunda vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Prezidentimiz rahnamoligida va hukumatimizning sa'y harakatlari bilan ijtimoiy himoya tizimi sezilarli darajada qayta ko'rib chiqildi va takomillashtirilmoqda. Endilikda davlat yordami yanada aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'lib, u bevosita ehtiyojmand oilalar va aholi qatlamlariga yetib borishi ta'minlanmoqda. Bu shuni anglatadiki, har kimga birdek yordam berish o'rniga davlat o'z resurslarini aynan kimga ko'proq zarur bo'lsa, o'shanga yo'naltirishga intilmoqda. Gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlar bo'yicha ham suddiy shunday tizim joriy etilmoqda. Endilikda gap faqatgina mavjud imtiyozlarning kengayish haqida emas, balki kam ta'minlangan moliyaviy ahvoli og'ir oilalarga bevosita moddiy yordam ko'rsatish mexanizmlari joriy etilayotgani haqida bormoqda. Bu shuni anglatadiki, sizning ijtimoiy ahvolingiz va daromadingizga qarab sizga kommunal to'lovlarni qoplashda davlat tomonidan yordam berilishi mumkin. Bu umumiy bepul xizmat emas, balki aniq belgilangan mezonlar asosida beriladigan maqsadli ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdir. Ushbu yangi yondashuvning asosiy maqsadi byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish, resurslarni suiiste'mol qilishning oldini olish va yordamni chinakam ehtiyojmandlarga samarali yetkazishdir. Endi o'zingizni ham bu dasturga kiritishingiz mumkinligi haqidagi savolga batafsil javob beraman va asosiy qism nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak. Bu dastur nima o'zi? Avvalo shuni tushunishimiz kerakki, biz hozir gaplashayotgan dastur universal, hamma uchun bepul degan ma'noni anglatmaydi. Bu davlat tomonidan ko'rsatiladigan maqsadli moliyaviy yordam, ya'ni subsidiyalar yoki kompensatsiyalar shaklida beriladi. Bu yordam aynan gaz va elektr energiyasi uchun aprel oyi yoki ba'zi hollarda aprel oyidan boshlab ma'lum bir muddat hisoblangan to'lovlarni qoplashga qaratilgan
bu shuni anglatadiki, agar siz ushbu dasturga loyiq deb topilsangiz, aprel oyidagi hisoblangan gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlar sizning nomingizdan davlat tomonidan qoplanadi yoki sizga ushbu xarajatlarni qoplash uchun pul mablag'i beriladi. Bu oilalarning o'girini yengillatishga qaratilgan amaliy chora. Kimlar uchun bu dastur muhim? Ya'ni kimlar ushbu imtiyozdan foydalanishi mumkin? Bu dastur birinchi navbatda quyidagi toifadagi aholi uchun mo'ljallangan. 1. Kam ta'minlangan oilalar. Bu eng asosiy va eng katta toifadir. Agar sizning oilangizdagi har bir a'zoga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad davlat tomonidan belgilangan minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan past bo'lsa, siz kam ta'minlangan hisoblanasiz va ushbu yordamga haqli bo'lishingiz mumkin. Masalan, hozirgi kunda bir kishi uchun minimal iste'mol xarajatlari taxminan 600 ming so'm atrofida belgilangan. Bu raqamlar o'zgarishi mumkin. Shuning uchun aniq raqamlarni so'nggi normativ huquqiy hujjatlardan tekshirish kerak. Agar sizning oilangizda masalan 3 kishi bo'lsa va ularning umumiy oylik daromadi 3 million so'mdan kam bo'lsa, siz ushbu toifaga kirishingiz mumkin. Ko'p bolali oilalar. Bu odatda 4 va undan ortiq voyaga yetmagan farzandlari bo'lgan oilalarni o'z ichiga oladi. Davlat ko'p bolali oilalarga alohida e'tibor qaratadi, chunki ularning moddiy ahvoli ko'pincha og'ir bo'ladi, xarajatlar esa yuqori. 3. Yolg'iz pensionerlar yoki daromadi past bo'lgan faqat pensionerlardan iborat oilalar. Agar siz yolg'iz yashovchi pensioner bo'lsangiz va pensiyangiz miqdori minimal iste'mol xarajatlaridan kam bo'lsa, yoki sizning ilk xonadoningizda faqat pensionerlar yashasa va ularning umumiy daromadi past bo'lsa, siz ham ushbu yordamga haqli bo'lishingiz mumkin. 4. Nogironligi bo'lgan shaxslar. Ayniqsa ivadi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar yoki ularni parvarish qiluvchi oilalar. Nogironligi bo'lgan shaxslar ko'pincha qo'shimcha tibbiy xarajatlar va maxsus ehtiyojlar tufayli moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishadi. 5. Boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu oilalar davlat tomonidan doimiy ravishda qo'llab-quvvatlanadi va kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiya olishga haqli bo'lishlari mumkin. 6. Yolg'iz ona ota tomonidan farzandlarni tarbiyalayotgan oilalar. Bunday oilalarda bitta ota-ona butun oila yukini yelkasiga oladi. Shuning uchun ularga ham ijtimoiy yordam ko'rsatiladi. Keling, ba'zi aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misol bet aytaylik, bir oila. Oilada 5 kishi bor. Ota, ona va 3 nafar voyaga yetmagan farzand. Ota minimal ish haqqi olib ishlaydi. Masalan, 1.2 million so'm. Ona hozircha ishsiz, uy bekasi, oilaning umumiy oylik daromadi 1.2 million so'm. Oila a'zolari soniga bo'lsak, 250 so'm. Har bir a'zoga 240 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bu esa davlat tomonidan belgilangan minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan, masalan, 600 ming so'm ancha past. Bunday oila kam ta'minlangan hisoblanadi va aprel oyi uchun gaz va elektr energiyasi to'lovlari bo'yicha kompensatsiya olishga haqli bo'lishi mumkin. Masalan, ularning aprel oyidagi gaz uchun 260 ming so'm, elektr energiyasi uchun 120 ming so'm hisoblangani taxmin qilsak, umumiy 300 ming so'm miqdoridagi to'lovlar to'liq yoki ma'lum bir foizi, masalan 80% yoki 100% davlat tomonidan qoplab berilishi mumkin. Lekin bu qoplanish ma'lum bir maksimal limitdan oshmasligi ham mumkin. Masalan, gaz uchun 200 menning ni elektr nasadi uda sondu chonde kambi on tezante azo kambi sap tande jeti Italian 5 ming so'm. Misol 27 yoshli yolg'iz pensioner ayol. Uning pensiyasi masalan 800 ming so'm. Bu uning yagona daromadi. Aprel oyida uning gaz uchun 70 ming so'm, elektr energiyasi uchun 50 ming so'm to'lovi bor. Uning pensiyasi bir kishi uchun minimal iste'mol xarajatlaridan biroz yuqori bo'lsa-da, u yolg'iz yashovchi va ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kiradi. Bunday holda uning kommunal to'lovlari uchun to'liq yoki qisman kompensatsiya berilishi ehtimoli juda yuqori. Misol ting 4 kishilik oila, ota va ona ikkalasi ham yuqori maoshli ishlarda ishlaydi. Har birining daromadi 5 million so'mdan yuqori. Oilaning umumiy daromadi oyiga 10 million so'mdan oshadi. Har bir oila a'zosiga 2.5 million so'mdan to'g'ri keladi. Bu oila moliyaviy jihatdan barqaror hisoblanadi va ijtimoiy yordam dasturiga kirmaydi. Ular kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya olishga haqli emas, hatto ularning to'lovlari nisbatan yuqori bo'lsa ham. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Ya'ni kimlar ushbu imtiyozga
ega emas va oddiy tartibda to'lovlarni amalga oshirishi kerak. Yuqorida keltirilgan misoldagi kabi agar sizning oilaviy daromadingiz har bir oila a'zosi uchun davlat tomonidan belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan ancha yuqori bo'lsa, siz ushbu dasturga kirmaysiz. Bu shaxsan mulki bo'lgan bir nechta ko'chmas mulkka, kvartira, uy, yozgi dala hovlisi ega bo'lgan qimmatbaho avtomobillarga ega bo'lgan oilalarga tegishli. Nogironligi yo'q, ishlashga qodir, ammo rasman ishsiz bo'lib, noqonuniy yo'llar bilan yuqori daromad topuvchi shaxslar ham bu dasturga kirmaydi. Shuningdek, shunchaki to'lashni xohlamaydigan va o'zining daromadi bilan to'lovlarni amalga oshira oladigan fuqarolar ham bu imtiyozga ega emas. Bu dastur faqat chinakam ehtiyojmandlarga mo'ljallangan. Shuning uchun adolatli taqsimotni ta'minlash muhimdir. Davlat bunday imtiyozlar orqali o'z zimmasiga aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash majburiyatini olgan bo'lsa-da, har qanday imtiyozning maqsadi uni suiiste'mol qilishdan saqlanishdir. Iki asosiy qism istisnolar, qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar har bir dasturda bo'lgani kabi bu ijtimoiy yordam tizimida ham o'ziga xusus istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar mavjud. Ularni bilish sizga jarayonni tushunishga va muvaffaqiyatli ariza topshirishga yordam beradi. Istisnolar. Muvofiqlik mavjud bo'lsa-da, murojaat qilmaslik eng katta istisno va sizning afsuslanishingizga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Bu sizning ushbu dasturga munosib bo'la turib, lekin uni bilmaganligingiz yoki erinchoqlik sababli murojaat qilmaganligingizdir. Bu tizim avtomatik tarzda, ya'ni hech qanday arizasiz ishlamaydi. Sizning huquqingizdan foydalanish uchun albatta murojaat qilishingiz shart. Aks holda siz aprel oyidagi kommunal to'lovlarni o'z cho'ntagingizdan to'lashga majbur bo'lasiz. 2. Daromadning o'zgaruvchanligi. Sizning daromadingiz har oyda o'zgarib turishi mumkin. Masalan, bir oyda qo'shimcha ishdan pul topgandirsiz, keyingi oyda esa daromadingiz kamaygandir. Ijtimoiy himoya organlari odatda oilaning daromadini oksirgi 3 yoki 6 oy davomidagi o'rtacha ko'rsatkichlar asosida hisoblaydi. Agar sizning arizangiz ko'rib chiqilayotgan paytda sizning daromadingiz belgilangan me'yordan oshib ketgan bo'lsa-da, oksirgi yarim yillik o'rtacha daromadingiz past bo'lsa, siz bag'ri bir imtiyoz olishingiz mumkin. Shuning uchun daromad haqidagi ma'lumotlarni to'plashda bu jihatni inobatga oling. Qarzlar mavjudligi. Ba'zi ijtimoiy yordam dasturlari avvalgi kommunal xizmatlar uchun qarz arrearlaringizni to'lashingizni talab qilishi mumkin. Bu juda muhim nuqta. Agar sizning gaz yoki elektr energiyasi bo'yicha katta qarzlaringiz bo'lsa, sizning arizangiz rad etilishi mumkin. Kompensatsiya faqatgina yangi hisob kitoblarni qoplashi va eski qarzlarni qoplamasligi ham mumkin. Shuning uchun agar imkoniyatingiz bo'lsa, murojaat qilishdan oldin mavjud qarzlarni qisman bo'lsa ham qoplashga harakat qiling. Qaltis jihatlar, noto'g'ri hujjatlar eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. Bu noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar taqdim etish. Pasport nusxasining sifati yomon bo'lishi, daromad to'g'risidagi ma'lumotnomada satoliklar bo'lishi, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari nusxasining yo'qligi yoki eskirgan ma'lumotlarni taqdim etish arizangizning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Har bir hujjatni 2 marta tekshiring. Muddati o'tkazib yuborish. Ko'pgina ijtimoiy dasturlar aniq belgilangan murojaat muddatlariga ega. Agar siz aprel oyi uchun kompensatsiya olishni istasangiz, murojaat qilish muddatini o'tkazib yubormang. Odatda bunday arizalar oy boshida yoki hatto oldingi oy oksirida qabul qilinadi. Shuning uchun doimo ogoh bo'ling va rasmiy e'lonlarni kuzatib boring.
Haddan tashqari umid bog'lash bu ijtimoiy yordam dasturi sizning moliyaviy muammolaringizni butunlay hal qiluvchi doimiy yechim emas. Bu faqatgina vaqtincha og'ir ijtimoiy vaziyatda bo'lgan oilalar uchun ko'rsatiladigan yordam. Shuning uchun faqatgina ushbu dasturga ishonib qolmasdan moliyaviy ahvolingizni yaxshilash yo'llarini ham izlashingiz muhim. 4. Bürokratiya. Ba'zan jarayon bir nechta bosqichni o'z ichiga olishi, kutish vaqtlari uzoq bo'lishi va qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishni talab qilishi mumkin. Sabrli bo'ling va barcha talablarni bajaring. Sezilmas nozikliklar. Aholi jon boshiga daromadni hisoblash. Bu juda muhim nuqta. Oilaning umumiy daromadini oddiygina oila a'zolari soniga bo'lish har doim ham to'g'ri natija bermaydi. Ba'zi dasturlarda bolalar nafaqalari, alimentlar, ijtimoiy yordam pullari kabi daromadlar qisman yoki to'liq hisobga olinmasligi mumkin. Shuning uchun daromadni hisoblash metodologiyasini aniqlash uchun mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilish kerak. 2. Mulkning turi va miqdori. Sizning mulkingizning turi va miqdori ham eligibilityga ta'sir qilishi mumkin. Agar sizning nomingizda bir nechta kvartira yoki uy bo'lsa, yoki katta yer maydoniga ega bo'lsangiz, sizning daromadingiz past bo'lsa ham arizangiz rad etilishi mumkin. Odatda yordam faqatgina asosiy yashash joyi uchun beriladi. 3. Ro'yxatdan o'tgan va amalda yashovchilar soni. Ba'zida uyda ro'yxatdan o'tganlar soni amalda yashayotganlar sonidan farq keladi. Odatda ijtimoiy yordam dasturlari ro'yxatdan o'tgan shaxslar soniga bog'liq bo'ladi. Agar sizda bu borda tafovut bo'lsa, vaziyatni aniqlashtirish va agar imkon bo'lsa, ro'yxatdan o'tishni tartibga solish tavsiya etiladi. 4. Daromad manbai. Rasmiy ravishda e'lon qilingan daromadlar, oylik ish haqi, pensiya, nafaqalar odatda hisobga olinadi. Norasmiy kulrang iqtisodiyotdan keladigan daromadlar inobatga olinmaydi. Bu esa agar siz rasman kam maosh olsangizda, norasmiy ravishda yaxshi pul topsangiz, imtiyoz olishingizga to'sqinlik qiladi. Chunki davlat rasmiy ma'lumotlarga tayanadi. 5. Iste'mol limitlari, kompensatsiya miqdori sizning iste'molingizga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, agar elektr energiyasi iste'moli uchun davlat tomonidan belgilangan normativ, masalan, bir oyga 250 kWh soat mavjud bo'lsa va siz 500 kWh soat iste'mol qilgan bo'lsangiz, kompensatsiya faqatgina birinchi 250 kWh soat uchun berilishi mumkin. Qolganini esa o'zingiz to'lashingiz shart bo'ladi. Bu imtiyozli iste'mol hajmini oshirib yubormaslikka undaydi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar. Agar siz yuqorida keltirilgan mezonlarga javob berishingiz mumkin deb hisoblasangiz, darhol harakat qilishimiz kerak. Bu jarayon siz o'ylagandek murakkab emas, faqatgina ma'lum bir tartib va aniqlikni talab qiladi. Mana siz bajarishingiz kerak bo'lgan aniqdir. Aqaddam. O'zingizning munosibligingizni tekshiring. Birinchi navbatda oilaviy daromadingiz va tarkibingizni yuqorida muhokama qilingan umumiy mezonlar bilan taqqoslang. Oksirgi 3 yoki 6 oy ichidagi o'rtacha oylik daromadingizni hisoblang. Oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan daromad miqdorini aniqlang va uni davlat tomonidan belgilangan minimal iste'mol xarajatlari bilan solishtiring. Agar siz ko'p bolali, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, yolg'iz pensioner yoki boquvchisini yo'qotgan oila bo'lsangiz, sizning imkoniyatlaringiz ancha yuqori. O'zingizni haqli deb hisoblasangiz, keyingi qadamga o'ting. Ittifoq qadam, zarur hujjatlarni to'plang. Arizani ko'rib chiqish uchun sizdan bir qator hujjatlar talab qilinadi. Bu hujjatlar sizning ijtimoiy ahvolingiz, daromadingiz va oilaviy tarkibingizni tasdiqlash uchun xizmat qiladi. Quyida eng keng tarqalgan hujjatlar ro'yxati keltirilgan. Bu ro'yxat hududiy ijtimoiy himoya organlarining talablariga qarab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin aniqlashtirish zarur. Da barcha oila a'zolarining pasport nusxalari. Har bir pasportning to'liq nusxasi, ayniqsa ro'yxatdan o'tish joyi va familiya, ism, otasining ismi ko'rsatilgan sahifalar aniq ko'rinishi kerak. Nikoh guvohnomasi nusxasi agar mavjud bo'lsa, bu er-xotin munosabatlarini va oilaviy tarkibni tasdiqlash uchun kerak. 3. Voyaga yetmagan farzandlarning
tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari nusxalari. Bu farzandlarning mavjudligini va ularning yoshini tasdiqlash uchun zarur. Bat barcha ishlaydigan oila a'zotamdan to'g'risidagi ma'lumotnomalari. Bu sizning ish joyingizdan buxgalteriya bo'limidan olinadigan so'nggi tid yoki oylik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma bo'lishi kerak. Menchi pensiya yoki nafaqa oluvchilar uchun pensiya yoki nafaqa miqdori to'g'risidagi ma'lumotnoma pensiya jamg'armasidan 6. İşsizlik nafaqasi oluvchilar uchun bandlikka ko'maklashish markazidan ma'lumotnoma. 7. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun nogironlik guruhini tasdiqlovchi tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi TMEK sulosasi nussasi. 8. Boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun vafot etganlik to'g'risidagi guvohnoma nussasi. 9. Ko'chmas mulk, uy yoki kvartira, kadastr hujjatlarining nussasi talab qilinishi mumkin. Bu sizning mulkingizni va yashash joyingizni tasdiqlash uchun kerak. Sen kommunal to'lovlar, gaz va elektr energiyasi uchun so'nggi to'lov qog'ozlari, kvitansiyalar. Ba'zan oldingi oylarning kvitansiyaları ham talab qilinishi mumkin. Yaraj kompensatsiyani qabul qilish uchun bank hisob raqamingiz rekvizitlari, plastik karta raqami, bank nomi, hisob raqami. Har bir hujjatning nussasini olishdan oldin asl nussasi bilan solishtirib, aniqligiga va o'qiladigaligiga ishonch hosil qiling. Tin qadam qayerga murojaat qilish kerak? Hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng sizning turar joyingiz bo'yicha quyidagi tashkilotlardan biriga murojaat qilishingiz mumkin. 1. Mahalla fuqarolar yig'inlari MFI. Odatda ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha birinchi murojaat joyi mahallalar hisoblanadi. Siz o'zingizning mahalla raisingizga yoki mahalla faollariga murojaat qilib, u ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatga olishni so'rashingiz mumkin. Aynan shu reyestrga kiritilgan oilalarga ko'plab ijtimoiy yordamlar ko'rsatiladi. Mahalla sizning arizangizni qabul qiladi, holatingizni o'rganadi va tegishli organlarga yo'naltiradi. 2. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz. Bu zamonaviy va qulay usul. Agar sizda elektron raqamli imzo eri mavjud bo'lsa, siz uyda o'tirgan holda my.gov.uz portali orqali onlayn ariza topshirishingiz mumkin. Bu saytda tegishli xizmatni topib, barcha zarur hujjatlarning skanerlangan nusxalarini yuklashingiz va arizani elektron tarzda jo'natishingiz mumkin. Bu usul vaqtni tejaydi va navbatlarda turishdan qisalos etadi. 3. Hududiy ijtimoiy himoya bo'limlari. Ba'zi hollarda bevosita tuman, shahar ijtimoiy himoya bo'limlariga murojaat qilish ham mumkin. Bu yerda sizga mutaxassislar maslahat beradi va arizangizni qabul qilishadi. Pat, salq, banki yoki boshqa belgilangan banklar. Ba'zi ijtimoiy kompensatsiyalar banklar orqali amalga oshirilishi mumkin. Ammo odatda banklar faqatgina tayinlangan kompensatsiyani tarqatish bilan shug'ullanadi. Arizalarni qabul qilish bilan emas. Shuning uchun avval yuqoridagi uchta usuldan birini tanlashingiz kerak. Pat qadam. Arizada nimalar yozish kerak? Arizani yozishda aniq va tushunarli bo'lish juda muhim. Agar siz mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limiga yozma ariza topshirayotgan bo'lsangiz, quyidagilarni ko'rsatishingiz kerak. 1. Ariza topshirilayotgan tashkilot nomi. Masalan, Sanjar tumani mahalla fuqarolar yig'ini raisiga yoki Martumani ijtimoiy himoya bo'limi boshligiga. Du ariza yozuvchining to'liq fayyo, yashash manzili, pasport ma'lumotlari va telefon raqami. To'sha arizaning sarlavhasi, kommunal xizmatlar, gaz va elektr energiyasi to'lovlari bo'yicha kompensatsiya olish to'g'risida. 4. Arizaning asosiy qismida siz o'z oilangizning ijtimoiy ahvolini, daromadini, oila tarkibini qisqacha bayon qilasiz va aynan aprel oyi uchun gaz va elektr energiyasi to'lovlari bo'yicha kompensatsiya so'raysiz. Davlatimizning kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilingan qarorlari yoki dasturlariga umumiy murojaat qilishingiz mumkin. Masalan, hurmatli men Sajiyam Fayo, tide manzilda yashovchi fuqaro, oilaviy ahvolim sababli kam ta'minlangan toifaga kiraman. Oilam 7 kishidan iborat, oilamizning o'rtacha oylik daromadi so'amni tashkil etadi. Bu esa belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan past. Shu sababli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining
qarori yoki kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturi asosida 2024 yil aprel oyi uchun gaz va elektr energiyasi to'lovlari bo'yicha kompensatsiya ajratishingizni so'rayman. Fonse. Ilovalar ro'yxati arizaga ilova qilinayotgan barcha hujjatlar ro'yxatini aniq sanab o'ting. Masalan, ilova what? Pasport nusxalari 5 varok, kredit tedendatu, daromad to'g'risidagi ma'lumotnoma act varok telin, netontina checks ariza sanasi va imzosi. Muhimi arizada halol va aniq ma'lumotlarni ko'rsating. Har qanday noto'g'ri ma'lumot arizaning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Lamskadam arizaning holatini kuzatib boring. Arizani topshirganingizdan so'ng shunchaki uning natijasini kutib o'tirmang. Arizangizning holatini kuzatib boring. Agar my.gov.uz orqali topshirgan bo'lsangiz, portalda uning statusini tekshirishingiz mumkin. Agar mahalla yoki bo'limga yozma ariza topshirgan bo'lsangiz, ma'lum bir vaqtdan so'ng, odatda 5 ish kuni ichida qayta murojaat qilib, arizangizning qorib chiqish jarayoni haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Ba'zan sizdan qo'shimcha hujjatlar yoki ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bunga tayyor turing. Shulosa va yakuniy chorlov, hurmatli do'stlar, ko'rib turganingizdek, aprel oyida gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlardan ozod bo'lish imkoniyati bor, lekin bu faqatgina davlat tomonidan belgilangan mezonlarga javob beradigan va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar uchun. Bu shunchaki bir taklif emas, balki sizning oilangiz byudjetiga sezilarli darajada yordam berishi mumkin bo'lgan real imkoniyatdir. Bu davlatimizning aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasidagi ulkan sa'y-harakatlarining bir qismidir. Shuning uchun agar siz o'zingizni yoki yaqinlaringizni shu toifaga kiritish mumkin deb hisoblasangiz, bugunoq harakat qiling. Eligibligingizni tekshiring, kerakli hujjatlarni to'plang va tezda mahalla fuqarolar yig'inlariga yoki my.gov.uz orqali ariza topshiring. Vaqtni boy bermang, chunki har qanday dasturning o'z muddatlari bor. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun foydali va amaliy bo'ldi. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamlarga yetkazish uchun iltimos shu videoga like bosing va uni do'stlaringiz hamda oilangiz a'zolari bilan ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishing. Shuningdek, sizning fikrlaringiz va tajribangiz biz uchun juda qadrli. Siz bu dastur haqida nima deb o'ylaysiz? Yoki siz bunday yordamdan foydalanganmisiz? O'z fikr, mulohazalaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularning har birini o'qishga harakat qilaman. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz siz uchun doim shunday foydali va muhim ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni asrang.